Chiroyli. Yuragida ramzi bor. Qo'yib qo'yishga mana. Yurak bir mehribonmiz degan ma'nodami qarang, mana 3 ta yurak. Otasi, onasi, bolasi qilgandek qilib bir oilani, 3 ta oilani yuragida anaqasini haykalini qo'yib qo'ygandek chiroyli. Olmaslikni ko'rsatmaslik. Bu yozga nima sahna. Yozda mana ashula bo'lib, konsertlar bo'ladi. Ashula aytishib, qo'shiqlar aytishib, mana yerda o'tirib olishib yerlarga o'zlarini anaqalarini sovg'a olishib o'tirishib, mana undan tashqari mana qilib qo'yib qo'yishadi. Bu ko'chma stullar. Boltga qilib qo'yishgan. Surilib ketmasligi uchun yechib turib. Mana qizil rang chiroyli berishgan. Mana bu yerda aylanishadi. Yosh ulug'larimiz mana aylanadigan joy. Aylanasiga atrofini qo'ygan. Bunaqa toshlarni kesib turib, qarang. Toshlardan foydalanishga bular sirpanib ketmaydi. Shu yerda o'zida qancha dom. Baland ko'p qavatli uylar. Mana siz Koreyadaman deyurasiz endi. O'zingizda. Mana biz o'rib tashlaydigan. Qanaqa chiroyli. O'tlarni o't deb o'rib tashlaymizmi bularni? Mana bular o'rishmaydi. Butab turishadi xolos. Mana